rostdanlı qaşqın bo'lish kerakmi? Yo'q. Lavlining quroli go'yo uningga bo'yliq bergandek to'satdan uning qalbida bir jiddiy iqim paydo bo'lib, uning vujudidagi qonlarni urg'itdi. Shu hamon dadil bir qarorga kelib, yakka yegona holda ishini davomlashtirib, Li Xayfengni o'chiqtirmoqchi bo'ldi. Uningga ayonki, bu qaror Jundong uchun emas, balki Li Zongfang uchun, chin dilidan Yaponga qarshi turgan odam uchun edi. Ben ketdim. Dadanglar bilan xo'shlashinglar. Dada xo'sh. Oğlum nerede koygan bu? Solarcı, kayardı bu. Düşme. Arkaga yandır. Qaytib ketaylik. Sen yalnızma. Pakı diye sen mi? Chongqing taraftan mı? Yoki Yan'an taraftan mı? Yaponga qarshi tarafdan. Oxiri mushtaq bo'ladi.
Kimde kishi tegida qilisizlar? Kinolar, hammasi qo'ydinglar. Minglar, bu yerga kelinglar. Başlayaq. Ağladыңызmı? Nemini? Ular qani? Chiqib ketibdi. Boya koridorda chin mudirni ko'rdim. Hammalarning kayfiyati yaxshi emas. Li boshqarum boshlig'ida qayga uchirdi? Angladingizmi? Anlamadim. Juntoni kelar, uni o'ldirib ketibdi. O'ldirib ketibdi? Sizlar bunda kerak ehtiyot qilinglar. Sizlar degan xoin. Ular bizga qaraganda sizlarga texmi o'ch. Atraf boshlig'i. Osmishdan bayqaldi. O tarafda. Doji markalı maşın ekan. İçimizga laqibdi. Qirqi davlat qayta gullanish oldida Li Xayfonga o'xshash xoin qoshqinlar o'z beshini yeydi. Tunugin Nanjing taraf xoin Li Xayfonni maqtab ushirayotgan edi. Mana bugun u jahannamga yo'l oldi. Mana bu xoinlarning oqibati. Xalq buningdan intayin xushal. Bugün ertagan soat 9'da Davlat Mudofaa Ministrligi 2 mahkamasining boshlig'i Jinjimin Jangjun qo'l ostidagi komandir askarlarga tarbiya berib, botirlik bilan xoinlarni yo'qotib, qazo qilganlarga ehtirom bildirdi. Vatan uchun mardona qurbon bo'lganlarning nomi mangu o'chmaydi. Endi kessi bo'ladi. Bu yerdan jimjit g'oyib bo'lsa bo'ladi. Hamma odamga nisbatan yuz oching vatan uchun qurbon bo'ldi. Faqat Zo'langil undaq emas. Endi ular o'zining pinhon makonini tepib, aram xudo yashisi bo'ladi. Yo efendi, men bilan yuring. Biz siz bilan ko'rishmoqchi. Xato to'nib qopsiz. Mening familiyam Lo. Men Juntong Nanjing punktidan xotirjam bo'ling. Sizni tabriklayman yigit. Men Juntong Nanjing punktining boshlig'i. Gerçi unvonim sizdan 3 darajə yuqori bo'lsa-mu, sizga cho'qim ehtirom bildirishim kerak. Chin punkt boshlig'i sizgansizda, anlig'i uzun bo'lgan. Meni izzatligingizga rahmat. Keling. Sizga tanishtirib qo'yay. Bu kishi Dəy idari başlığının fəvqəladə elçisi Yezimin. Capa çəkdiniz yigit. Dəy idari başlığının fəvqəladə elçisi? Wei Yuanjiang Li Xayfengni qatl qilishning amalga oshganligini anglab, arqa-arqadan 3 qatim yaxshi dedi. Dəy idari başlığımı dərhal sizga töhfə yezishga yo'lladi. U mening qilishga tegishli ishim. Farqi davlat uchun, Yaponga qarshi turish uchun jinimni aymayman. Yakki yagona holda dushmanni o'ltirishda qahramonligingizni taqdirlash uchun hukumat sizga 3-darajalik Yonghui medali taqdim qiladi.
idora boshlig'ining havosi bilan men bu yerda sizning shov-shovliqqa o'stirilganligingizni uqtiraman. O'rdan berish, o'stirish buyrug'ini e'lon qilish va taqdirlash murosimi siz Cho'ngchingga qaytib borganda biraqli o'tkazildi. Bu yer qandoqli bo'lmasin, dushmanning orqa sepi. Muborak bo'lsin, yuzi ching shov-shov. idora boshlig'ining parvish qilganiga rahmat. O'tiring. Qandoq gapingiz bo'lsa, menga ayting. Menga aytsangiz, idora boshlig'iga aytganga o'xshash. Li Xayfang o'ldirilgandan keyin Cho'ngchangga qaytsam bo'lamdi. Yo'q. Siz ham davomli yoshinib tursiz. Hop, O'tiring. konkret vazifam nima? Mutlaq maxfiy bir vazifa bor. Buni faqat siz o'rinlay olasiz. Bir turki muhim urush ashyolarini o'tgan oyda Shanxaydan Cho'ngchingga maxfiy to'shiyotganda Yaponlar sezib qilib paraxot boshqarish idorasiga qamaldi. Vaqti men Nanjingga mush ish ustida Yaponlar bilan suhbatlashib, mushu muhim ashyolarni qutuldirish uchun keldim. Men nima ish qilaman? Suhbatni men qilaman. Siz mening Cho'ngching bilan bo'lgan telegram aloqamga mas'ul bo'lasiz. Telegram apparati-chi? Sizlarning boshqarmaninkini ishlatamiz. Hali sizni opirib qo'yishda sizni og'ili kelgan hiliqi odam shifr daftarini sizga berdi. Ularning apparatini ishlasak chatoq chiqib qolmasmi? Eng yaxshisi bir savdo telegraf apparati topsak texnik yaxshi bo'ladi. Ularning eng bexatar bo'ladi. Agar bu jarayonda birasi sizdan gumonlanib qolsa, siz uni Dingmusun bilan Cho'ngching orasidagi savdo axboroti ekan-da. Mudirmi? Agar u bilib qolsa qanday qilamiz? U rost shundoq edi deydi. Buningdan siz xotirjam bo'ling. Yana qanday talabingiz bor? Qammidi. Faqat shu bir ishni toza tushunamadim. Dang. Radiodan anglasam, Li Xayfangni o'ldirgan odam vatan uchun qurbon bo'ldi deydi. Bu zodi qanday ish? Orliq shuncha uzoq tursa, Cho'ngchingning apqashti xabarlarga asosan degan gap. Ular Li Zongfangning o'limi bilan Li Xayfangni qatl qilishni aralashtirayotgan o'xshaydi. Mundaqda. Yana Nanjing tarafdagilar Li Zongfangni kommunist ekan deydi. Bu yolg'on gap-ku deyman. Men shuncha uzun vaqt uning keyinda yurdim. Meningcha bu yolg'on gap emas. Li Zongfang rostli kompartiyaning ishpiyoni. 2 yil ilgari Shiyanda taslim bo'lgan. Bundaq odamlarni jazman tartibsiz yo'qotish kerak. Bu sizga bir ogohlantirish. u rostli kommunist ekanda. Odam bormi? Kechirang, yataq to'shib ketdi. Bir bekor o'rin yo'q. Men yotoq olmayman. Tez xo'jayin bilan ko'rishiman. Emas, kiring. Apandi chatoq balig'ini sezib qolgan chog'i. Ish chiqishdan ilgari men bu narsani sizga topshirib berishni topilgan edi. Siz yuz ochingmi? Yo'q, mening familiyam Lo. Apandi qasga uchrashdan burun Nadiya totdi bilamsiz? Bilaman. Fozibut xonasiga yaqin bir tarkochining ichida. Omonatni topshirdim. Xo'shamisa. Lo apandi. To'xtab turing. Lo apandining sizni bu yerga avatishidagi maqsadi bu narsani yetkazib berish emas. Sizga bir odamni ko'rsatish. Mening sizdan boshqa hech kim bilan ko'rishkim yo'q. Yo'q. Yanni ko'rishib qo'yganingiz yaxshi. U odamni chaqirib qo'ygan edim. Qamarma.
adashmang. Men sizning qanday odam ekanligingizni bilaman. Sizlarning odaminglar bilan ko'rishkim yo'q. Li apandining topshirig'ini ado qilgandan keyin ko'nglim amin topdi. Xo'sh. Siz bular nima odamlar? Kechiring. Tushuntirishimni anglang. Mening Nanjan ekanligimni sizga kim aytdi? Siz xo'shlashmayli ketgan tursangiz, men izdimandim emisa? Mening siz bilan bek ko'rishkim bor edi. Bu yerda xatarlik. Sizga kim aytdi? Meni yo'ldosh Li Zongfang. Siz rostlikundasizmi? Lali qurbon bo'lish oldida meni Nanjinga akilib olgan. Sababi birinchisi siz bilan ko'rishish, ikkinchisi chunchun bek xatarlik bo'lib qoldi. Men bu yerdan Yan'anga boraman. Yan'anga? Siz men bilan Yan'anga berishni xohlamsiz? Siz mening qanday odamligimni bilasiz-ku. Kompartiya meni ishtiq tashlab bermamdi. Sizning ahvolingizni Lali Yan'anga doklad qilib, sizning niyatingizni Yaponga qarshi turish ekanligini, kompartiyaga yuzlash qiladiganligingizni, yana da ilg'or zotlarni qo'g'dab qolganligingizni aytgan. Yan'an tarafning bularning hammasining xabari bor. Undan andish qilmang. U nima ish qilib bu gaplarni deydi? U sizning bizning sepimizga qaytilishingizni umid qiladi. U nihoyatda ehtiyotchan odam. 2 yildan beri u sizni izchil sinab kelgan. Meni osiylik qildirmoqchimi? Sirchang, bu degan osiylik emas. Men rostilla ikkimizning bir yo'ldan yurishimizni umid qilaman. Ikkimizning o'xshash turmush nishoni, o'xshash e'tiqodi bo'lishini orzu qilaman. Bo'ldi, gap qilmang Zolan. Yaponlarning kuni oziq qoldi. Keyin bu davlat tomonan jo'ngmo'liqlarga qoladi. Endi kelib u uningga osiylik qilib yurgandan men foydasi. Kelgusida cho'ngchonglar yana bir oila bo'ladi emasmi? Ikkimiz degan oddiy fuqaro jangashi bilan mavzu emas. Bizning o'zimizga tushliq turmushimiz bo'ladi. Vaqti kelganda bilasizki, biz turmushimizni o'z ro'zg'orimiz bilan bo'lamiz. Siyosat bilan qilchi aloqamiz bo'lmaydi. Siz rostilla Yaponga qarshi urush g'alaba qilgandan keyin hukumat bir yig'in ostida hammaylar bir qozonda tamoq yeydigan, Go'mindon bilan kompartiya jam bo'lib, bexaraman yashaydigan bir oilaga uyushtirib deb qaramsiz? Albatta shundoq bo'ladi. Ma'qul. Agar shundoq deb qarasangiz, biz saqlasak bo'ladi. Yan'anga bormaydigan bo'ldingizmi? Boraman. Mening qiladigan ishlarim bor. Unisi to'y qiladigan ishimiz-chu. To'nogin Berlin taslim bo'ldi. Menimcha ati Tokio taslim bo'lishi mumkin. Agar hamma ish sizning tasavvuringizdagidek bo'lib, kelgusi jahon tinch osoyishlik bo'ladigan bo'lsa, men yeningizda qilib siz bilan to'y qilaman. Agar undoq bo'lmay qolsa-chu, u chaqda sizning Yan'anga berishingizni umid qilaman. Ma'qulmi? Yan'an tarafdan hali istil tuzdimas, hali tekshirib radga turg'izmas. Siyosatchilarni tutamiz, sandan jo'yichi yoshlar ittifoqini tutamiz deb o'z odamini tutaveradigan tursa, mendek bir junto'ngchi u yerga borsam hayot qila olamdiman. Hammamizning siyosiy e'tiqodimiz bor. Ilgari bu to'g'rida so'zlashmagan edik. Chunki yoshirishimiz zarur edi. Rostini aytsam, Lali ish bu yerga kelganda sizga xizmat ishlash fursati yetildi deb qargan edi. Ammo sizning bundaq ishkilinib turishingizni o'ylamagan edim. Mening e'tiqodim yo'q. Agar bor deyilsa,
Hozir men vijdonga e'tiqod qilaman. Yaponlarni qo'g'lab o'tgandan keyin men turmushga sizga e'tiqod qilaman. Mana shundoq. Biroq undaq turmush mutlaq mavjud emas. Mavjud emas deyishga bo'lmaydi. Siz rostdan meni yaxshi ko'ramsiz. Siz son partiyaning sahibjamonlar hiyilasi emassiz. Agar siz bizning ilgirki muhabbatimizni chin deb qarasangiz, bundoq gapni qilma. Bugun har ikkalimizning sal qiyni qizib qoldi. Siz ketding. Chiqqan xeyli uzoq bo'ldi. Ular gumonlanib qolmasin. Sizlarning ishinglarni hech kimga tinmayman. Kechiring. Men uni gapga kirgizamadim. Bu mashinani kim ishlatgan? Bu telegraf boshqarmasi mashinasi. Telegraf boshqarmasini kim ishlatgan? Keyin kelgan biraylarni deyman. Cho'nchindan qochib kelgan ekan. Cho'ngchongdan. Voy. Venchimo, Ha, men. ben 3. tağımız. Öylekiler benden siz bir az kimi öğretken idi. Ha, uqdim. Yo'lni o'ting. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Bu necha telegramma yuzachining qattiq cho'chitibdi. U darrov tushundiki, Yeziminning elining favqulodda elchisi sifatida Nanjingga kelib suhbatlashib hal qildig'ini, hargizmi urush ashyolari bo'lmasdan, balki Yapon armiyasi bosh shtabi 2-bo'limi tutib qolgan Dayli bilan Xudining butun bir kema xususiy mal dunyosi bilan bir necha tuqqini edi. U mal-mulklarni qaytarib olish uchun Juntung Yaponiya armiyasini 18 mingdan oshliq va 4-armiyaning Yaponga qarshi harakat axboroti bilan ta'minlashga ma'qul bo'lgan. Yaponga qarshi urushning toza jiddiy paytida yuqori qatlamdagilar tap tatmasdan mushundaq razil qilmishlarni qilishayotgan edi. Boshliq. Oldirashqi so'z. Boy bir telegramini yo'llab o'tdim. Kopiyasi-chi? Ko'ydirib o'tdim. Ko'ydirib o'tdim? Kimningki? Deyolmayman. Har qancha bo'lsa-mu, Jongudirningki-da. Buni menda yuramsiz. Eng mudirning edi. Mo'sin? Siz uning bilan Vay, Xonjo Tindis mahkamasini olib bering. Mo'sin birodar. Ajab dal kelib qopti, ha? Men hukumat muhofizat bosh mahkamasidagi valiylar. Tuztman. Birodar, siz telegram berishga mening xodimimni ishlatibsiz, ha? Ha. Lavha menlik biraylar. Shundoq. Uqdim. Hammasi o'z odam. Jomoder, demoder. Yana men. Yana kelgandan keyin buyruqqa bo'ysunmay amal yo'q ekan.
Li boshqarim boshlig'i o'ldirilganda siz qayerda edingiz? Konkret vaqtni bilmayman. Yo'lda ketayotgan bo'lsam kerak. Boshliq. Aytganingiz to'g'ri. Bu odamning sharakatlari sal g'arita. Tekshirishinglar ishonchlikmi? Qilsig'maydi. Bu odamning orqa ko'rinishi murakkab. Uni tutmayli, so'roqmi qilmayli. So'roq qilsak ovorsizlik qilamiz. Ems qanday qilamiz? U Junto'ning odam ekanligi aniq tursa. Leg'ayfan qanday o'lgan bo'lsa, u shunda g'oyib bo'lsin. Yoshirin o'ldiramizmi? Bu tezisini kechikkanda kaç soat 10'dan burun yo'l o'ting. Bizning vazifamiz ado bo'ldi. Helaqa urush ashyolari Chongqingga yo'lga silinib bo'ldi. Men at Chongqingga qaytaman. Amsa men qanday qilaman? Idora boshlig'ining yo'l yo'rig'i bo'yicha siz kurashni davomlashtirasiz. Men sizga yangi aloqa avataman. Kurash. Meningcha hozirgi xizmatim kurashga o'xshamaydi. Qandaqsiga o'xshamaydi. Agar siz kurash qilmagan bo'lsangiz, shuncha ko'p urush ashyosi farqi davlatning qo'liga qayta olamdi. Men gangirab qoldim. Kim bilan kurash qilayotganimni bilmayapman. Albatta yapullar bilan. Qo'rchoq hokimiyat bilan kurash qilyapsiz. Buni tushunganligingizga ishonaman. To'g'ri. Tushunaman. Siz qaytib keting. Idora boshlig'i ishimizki, siz cho'qim qahramonlarcha kurashni davomlashtira olasiz. Shunday qilaman. Enem, aman bo'ling. Beranglar. Ishni pokiz qilinglar. Jomodarning tafutanasiga qolmayli yana. So'mkada ilib ol. U chaqda ikkisi pomdoqlashib ketdi. Eliq odam Mao odamning qurolini tortib olib, gumni qilib uni etivatdi. Orqadan o yoqdan bir odam yugurib kelib, gum qilib, eliq odamni etivatdi.
Shu asnoda o yoqdan bir pikap kelib, eliq odamni pikapga selib gurliqib ketib qoldi. Uni harakatlangan odam o'qitayotganini siz ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. O'q nariga tegibdi? Mush yerga qo'yayman. Qanchpay? Uni aniq bilmadim. Biroq mush yeri qonga bo'ylab ketibdi ekan. Aytara, u jazman o'lganmidi? Voy, o'lgan degan uningdan ortiq bo'lmas. O mashina qaysi tarafga ketdi? Ha, o tarafga. Qor pikapga. U mashinadagisi uning bilan uchrashadigan odam shu bo'lishi mumkin. Shahardagi barliq doktorxonalar tekshirilsin. Yurtning ahvoli qanaqa? Xeyli yaxshi bo'lib qoldi. 7-qurultay ayoqlashdi. Kadrlarni tekshirib qutqizish degan ishlarni asta-asta besiqib qoldi. Yangangizning xizmati asli kelib, yangi tartibga qaytib bordi. Bu Zuhan qizning. Lo'chan, siz orqaga chiqib, biroz dam oling. Bugun oqshom Sijinshan siz bilan ko'rishmoqchi. Ma'qul. Xo'jayin, u hushiga keldi. Bo'ldimi? Ha, Chiqib ketdi. Rahmat. Bak taleylikkansiz. Yerim yaxshi mening eshigimning oldida yiqilib qolibsiz. Men shu sizlarni izlab kelgan. Men shunday o'yladim. Meni bir ish bilan izlaganmi? Zo'lan qayni. Yana anki ketdi. Hozir Sovet ittifoqida o'dayman. Siz bilasiz, u Sovet ittifoqiga intayin amroq. Qo'lingizga tirta olamsiz. Undaq yaxshi. Ben sizga bir xat beray. Bu xat eng shifoliq to'g'ri bo'ladi. Sirjim, men yana amga keldim. Siz bu xatni ko'rganda men Moskvada bo'laman. O'tgangi ko'ngilsizliklarni unutib ketaylik. Shu topda ko'nglimiz yig'ilish azobida buzilmoqda. Siz meni sig'indingiz aqachon? Yan anda men quyosh nuriga cho'mgan turmushning nima ekanligini haqiqiy bildim. Janjashi hukumati kelgusi Jonxoga rahbarlik qilishga iqtidorsiz. Uning uchun rozimanlik bilan xizmat qilish davlatga, xalqqa, sizga va menga baxtsizlik keltirdi. Sizning yan anda ko'rolmaganligingizga afsuslanaman. Sizning Loliga o'xshash o'zingiz qorong'ulik ichida tursangizmi, qalbingizning yorug'lik talpinishini umid qilaman. Qanday talablaringiz bo'lsa, Tixo'janga aytsangiz bo'ladi. U butun kuchi bilan yordam qiladi. Kelgusi ayolingiz so'landi. Bu yoq 100 oching bo'ladi. Bidirma. Yar ig'iz chinqilib ketmasin. Bugun qanday qaraq? Xeyli yaxshi. Men tunashtirib qo'yay. Bu kishi Do'ng apandi bo'ladi, tijoratchi.
Ben sizden bururaq saqlayışınızı ümid qilaman. Rahmat. Bu yer bek pinhanken. Sırtның ahvali qandaq? Qaysi jihatga ahvolni bilgimiz bor. Jungo Angliya Amerika uqtirish e'lon qilib Yaponiyaga shartsiz taslim bo'lishni buyruq qildi. Chongqingda vabo tarqalib ketdi. Shanghai Yunshan g'arbiy Jejanda ozod rayoniga hujum qildi. Va kazala. Qaysi jihatga ahvollarni bilishni xohlaysiz kintam? Rost urushidi ekanda. Yaponlar tek taslim bo'lmabdi. Taslim bo'lish ikki urushni ilgari surdi. Suyan o'lkasining janubiy va shimoliy Shanxi, Gansuning shaqadirliq nurg'un joylarda Kuomintang bilan partiyaning top zambiraklari bir-biriga batinib tayyor bo'ldi. Men o'ylanib bo'ldim. Men endi Juntong uchun ishlamayman. Yan anga berib, sizlar uchun ishlayman. Biz uchunmi yoki Zolan uchunmi? Shuning uchun desakmi bo'ladi. Ishqi muhabbatni deb qilgan iroda ching bo'lmay qolarmikin? Arziydiganligini bilsalar, ching bo'ladi. Qanday deysiz? Men Juntongda 8 yil ishladim. Xizmatga qatnashganda Juntongning o'zi inqilob degan Yaponga qarshi turish deb o'ylagan edi. Men hozir tamoman umidsizlandim. Juntong bilan Yaponlarning hammasi intayin fosiq ekan. Ular maxfiy suhbat olib beryotdi. Vakilining ismi Myoban. Texi Yaponiyaga berib, samoviy podshoh bilan ko'rishgan. Ma'qul. Zolanni deb biz uchun ishlaganmi bular? Siz hozir qanday qilmoqchi? Yana bir mezgil dam olib aslimga kelib olsam, mang'alig'idek bo'lsam, darhol yana anga borman. Zolan bilan birga bo'la oladiganlar bo'lsam, nima ish qilsam mayli. Bizga siz kerak. Yo'lda Solanga siz kerak. Biroq bizga keragi yana anga berishingiz emas. Cho'nchingga qaytishingiz. Yana suqunam nima? Qaytishni xohlamaydiganligingizni, Zolan bilan birga turishni orzu qiladiganligingizni bilaman. Biroq sizmi bilasiz, ikki taraf kuch ilishganda albatta bizga intayin ko'p qurolliq jang kerak. Biroq sizda ko'z quloqimiz bo'lsa, ishlarimizning texnik o'ngishli bo'ladiganligini, sizdek bir xodimning rolining qanchalik cho'nligini, siz maxsus tarbiya olgan, bu ishlarni obdan bilasiz. Bilaman. Bugun sizga bu ishni aytishimga asosiy sabab, hozir sizning yarangiz xeyli bakli ig'ir. Hozir qaytib borsangiz, hamma odam ishinadi. Agar vaqt uzrab kechikib qaytsangiz, ularga tushuntirmoqingiz qiyin bo'ladi. Bilamsiz, Juntongning ichki uqtirishida siz vatan uchun qahramonlarcha qurbon bo'ldingiz. Yana bir o'libdi-manda. Qaysam bo'ladi. Konkret vazifam nima? Vazifa yo'q. Rol yo'q peshga xolos. Biz sizning kelgusida zo'r muhim ishlarga as ketishingizni kutamiz. Men qanday qaytaman? Biz hozir bundaq o'rlashtirdik.